Miladi 1214-yili 6-oyda Mo'ng'ul qo'shini ikkinchi qitim Oltin xonligiga jazo yurishi qildi. Menga Marvoydak o'moq o'g'il tug'ib beribsiz, ha? Ulug' qag'in, qiz bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'lar edi. Ha? Agar qiz bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lganda qabil oqsoqiliga yoki bir ativorliq sargardalarga yotliq qilsak, ular sizlarga mangu sodiq bo'lib etadi. O'g'il bo'lsin bo'pti. Chag'atay bilan Jo'chining buqdek o'sishib yurganini ko'rib, bu bola cho'ng bo'lganda to'rt mashhur to'kibkor ham jasur akasining oldida qanday o'ringa tushib qoladi deb ansirayman. Qanday o'ringa? Sizning o'g'lingizmi birtaning to'rt o'g'liga o'xshash, hech farqlanmaydigan tang o'qoqdan bahramand bo'ladi. Undaq bo'lsa, uning ta'li kelami? Hayotli bo'ladi ekanman, uni aqllariga o'xshash baxtalalik qilaman. Ulug' qag'in, noyog'i sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchi ekan. Ha, qadag'an. Qo'lim bilan bu bolaga obdan qarang, ha? Ma'qul. Ulug' qag'in, bolaga deb ism qo'yamiz. Ha. Ismini ko'rgan qo'yaylik. Ulug' qag'in, Sunxonligiga qudilish qayvatga elchimizni Oltin xonliq tutyapti. Ha? Oltin xonning yuragi cho'ng'ay qilib turibdi-ku. Yangi Oltin xon ostonasini Kayfing diyoriga ko'chiribdi. O'sha ikkisini yetib oshadi. Endi qilichim bilan Oltin xonning adini beraman. U men Chingizxon qilgan va'dasi turmaydi ekan. Cho'qim qon tugadi. Miladi 1214-yili 6-oyda Mo'ng'ul qo'shini ikkinchi qitim Oltin xonligiga jazo yurishi qildi. Shimoliy Qo'rildan kirib, Jingju, Jiju, Shunju qatorliq shahar oymoqlarni oldi. 7-oyda Xonzoda O'ngyun Susa xonbaliqdan qechib chiqib ketdi. 10-oyda Muqali Sharqi Yavg'i vodisiga hujum qildi. Miladi 1215-yili 1-oyda Mo'ng'ul qo'shini Tungjuni elib xonbaliqqa yaqinlashdi. 3-oyda Oltin xonligining qo'riqchi sarkardasi O'ngyin Chingxuy xon bilan maktub yozib, Kayfingdan yordam talab qildi. Yangi xon ma'muriy amaldor yondosh Taftisbek Li Yingni xonbaliqqa qo'shin va oziq-to'lik bilan yordamga avatdi. 4-oyda Mo'ng'ullar Bojuda yordamchi qo'shinni yo'qotdi. Buning bilan xonbaliqda ocharchilik yuz berib, xalqning hayoti qil ustida qoldi. Chaqanma. Tez bo'l. Hey, nima qo'ydi? Vezir Azam, Cheriklar to'rt qo'yqni ichib etsin. Tömürcen qarşılaşmağanlarını öldürmeydi. Vezir Azam, bu sen mi cinin ipqaş? Sidicu. Men mi? Yegen işim mi xanның? Turgan yerim mi xanның? Xan alileri, kamilleri xavf xatarda bosh tortmay, farmonlar bo'yicha xonbaliqni saqlashib qoldi. Lekin kamilleri jahonni tezginlashga, ojiz kelgashga, ig'ir vazifaning o'ydidan chiqamadi. Xonbaliq qo'ldan ketish oldida turmoqda. Bosh egib itoat qilganimdan ko'ra, el yo'lda jon fido qilgan tuzuk. Alileri o'zlarini ko'p asirg'aylar. Gunohkor xizmatkorlari O'ngyin Chinxuy ig'ir qayg'u hasratda o'zlariga ta'zim qildim. Shenzong xonning Jinyu 3-yili 5-oyning 2-kuni. O'q ichib o'lyapti. Ey Sit, o batır adam idi. Cürcitlarning odati bo'yicha uni dag'dug'liq o'sib qo'yinglar.